O'zbekiston sharoitida bugundan boshlab eng hurmatli, e'zozli inson muallim. Rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlasak, taraqqiyotni ta'minlagan islohotlar ta'lim tizimidan, bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Chunki maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu maktab. Maktabni maktab qiladigan o'qituvchilardir. Sizli yo'lingizdan borar yuzlab shogirdlaringiz, qancha sohalarda ijod qilar mohirlaringiz, necha o'g'lon ham necha qiz ra'no tohirlaringiz, o'zlari piru badavlat lekin kamtar ustozlar. Sizga rahmat, toza vijdon, shirin zabon ustozlar. O'zlari piru badavlat lekin kamtar ustozlar. Sizga rahmat, toza vijdon, shirin zabon ustozlar.